Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Bugun bizning mehrimizga, e'tiborimizga va ehsonimizga juda ham muhtoj bo'lgan 5 nafar farzandning onasi bo'lgan onkologiya kasalligi bilan og'rigan ayolning uylaridamiz. Iltimos 1 daqiqa vaqtingizni ayamasdan ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Bir dona laykingizni ayamasdan bu videoni ko'proq insonlarga yuborsangiz, shu ayolning tuzalishlarida o'z hissangizni qo'shgan bo'lar edingiz. Bu onaxonamiz Zulfin va Nafisa onamiz bo'lib 1974-yilda tavallud topganlar. 5 nafar farzandning onasi, miya o'simtasi onkologiya kasalligi bilan kasallanib bir marta operatsiya bo'lganlar. Lekin bu onaxonimizni hozirgi kunda zudlik bilan Hindiston davlatida operatsiya qildirish kerak. Hurmatli aziz mehribon xalqimiz, bir ayolning taqdiriga befarq bo'lmaysiz degan umiddaman. Bizning kanalimiz yanada rivojlanishi uchun va mana shunday ko'proq insonlarga yaxshilik qilishimiz uchun bizga obuna bo'ling. Hech bo'lmasa shu videoni ko'proq tarqalishi uchun bir dona laykingizni ayamaysiz degan umiddaman. Bu oilani yashash sharoitlarini ko'rib turibsiz. Uylarida hech narsalari qolmagan. Bor budlarini sotib, bemor onalarni tuzatish uchun sarflaganlar. Hattoki uylarining tomlari shifr bo'lmagan. Iltimos, yordamingizni ayamaysiz degan umiddaman, saxovatpesha insonlar.